Bir podsho payg'ambarga jahl qildi. Jannat jannat deysan, men o'zim jannat quraman, o'zimni qo'limdan keladi jannat aytishim. Ta'riflab berding jannatni, o'sha jannatni men shu yer yuzida qilaman. O'zimga yarasha kuchim bor meni. Kattadan katta bog'ni tanladi. Unga butun yer yuzidan har xil daraxtlarni, hatto buyruq berdi, zo'rlab sutlarni, maylarni oqizib turishlikka arig'di. Har bir joylariga yoqutlar, endi qanday tavsif bo'lsa butun podshohlik xazinasini shu jannat qilaman deb shunga urishtirdi-da, ertaga jannat ochiladigan kuni otiga minib viqor bilan mana hozir jannatimni hammang ko'rasan, o'zim mana o'sha yerda yashayman deyotganida ozgina qolganda bir odam ot jilovini ushadi, hech kim boshqa odam uni ko'rmayapti. Kimsan, qoch dedi. Azroilman dedi. Jannatingni ko'ra olmaysan. Umring tugadi. Tamomsan. Men shuncha yil qurdirdim, butun xazinamni ishlattirib, bir marta ko'rib keyin jonimni ol, yo'q. Shu otdan yerga tushasan, joning chiqadi. Shuncha xizmatkorlar u bu desin, ot o'zidan o'zi bir sakruvdi, otdan yiqildi, o'ldi, og'zidan qoni kelib. Banda bunaqa podsholar ham ko'p o'tgan. Unaqa odamlar ham ko'p o'tgan, yig'ib, ota onadan qizg'anib, bolalaridan qizg'anib, qo'shnisidan qizg'anib, okajonim ozroq yordam ber desa, bor yo'qol deb yordam bermay, o'sha topganlari boshiga balo bo'lib, o'zini joniga yetib adoy tamom bo'lganlar qancha. Kimlarda pullari qolib ketib, ular tonvolib bermay ketganlar qancha. Qancha odam g'ururda yurib, oxir xor-zor bo'lib, oyoq ostilarida qolib ketganlari qancha. Qanchasi dini islomga til tegizib, shariatimizni o'zicha masxara qilib, o'zi xor-zor bo'lib masxara bo'lib ketganlar qancha. Puli ko'p, hurmati yo'q odamlarni ko'pini taniyman. Puli ko'p, birov dasturxoniga chaqirmaydigan odamlarni taniyman. Puli ko'p, hurmati yo'q odam ochko'z qarovulga o'xshaydi. Bu dunyodagi mol-mulk hammasi Allohniki. Siz bilan men qanchasiga 50 yil, 60 yil, 40 yil qarovullik qilib ketamiz. Endi o'zi shu dunyoning matohi, shu dunyoga qolib ketadigan oddiy qarovul bo'lsa agar, menga uni o'zidan nima foyda? U menga obro' olib kelsin, hurmat, izzat olib kelsin, odamlarning ichiga ijtimoiy obro'yimni ko'tarib bersin. Farzandlarim, nevaralarim faxrlanib yuradigan odam qilsin. Bo'lmasa pulni nima qiladi? 300 ming dollardan keyin pulga ehtiyojingiz bitadi. Bitta mashina, bitta uy, qolgani hammasi ijtimoiy obro', yaxshilik qilish uchun. Alloh bandasini imtihon qilarkan va aytarkanki, seni shunday bir imtihon qilamanki, juda qiynalasan, xafa bo'lasan, hayoting ostin-ustun bo'lib ketadi. Ammo isyon qilma. Qara, shu imtihondan o't, senga shunaqa bir jannat beramanki, hammasini unutasan. Braziliyalik siyosatchi prezidentlikka saylov mahalida agar men 500 ming odamni ovozini to'plab olsam, hatto Xudo ham meni prezidentlikdan chetlata olmaydi dedi. 500 ming ovozni to'pladi kishi. Ammo endi prezidentlikka tayinlanadigan kunlar vafot qildi. Qayerga qaytdi? Bu Allohning qahshatqich azoblariga qaytdi endi ekan. Alloh muhlat beradi, lekin tek qo'ymaydi hech kimga. Kazuza degan shoir, artist, bular naql qilinganda gazetalarda ekan. Bir kuni sigaret chekdi. Mashhurlikdan toshib, ko'pirib ketgan edi. Hamma uni chapay Maradonani bildinglarmi ekan xudo qilishayotganini? Braziliyada ahli. Maradona degan din chiqibdi ekan. Futbol qira olasidi, to'yib, muammo yo'q. Din chiqibdi ekan Maradona degan. Uni ulug'lab xudo qilishyapti ekan. Tekshirilgan ma'lumotlar.
Kazuza sigaret chekdi-da, tepaga qarab, auzubillah. Tepaga qarab, ey Xudo, mana bu senga deb ozgina fursat o'tmadi kam spid kasaliga uchralib, banisida ayanchlik va ayanchlik holatda azoblanadi. Alloh taolo muhlat beradi, lekin tek qo'ymaydi ekanlar. Ulug'laymi, juda katta Alloh taolo ekanlar. Juda qudratli, biz u zotni tushunmayapmiz ekanlar. Mana bomdodga turmagan mahalis, lekin mehribon, juda mehribon muhlat beradi. Onamizdan ko'ra mehribon, ammo adolatli zotga akam tek qo'ymaydi hech qachon. Titanik, bundan xabarimiz bor. Titanikni bosh mutaxassisi, muhandisi Thomas Akrus degan kishi ekan. Bu jurnalistlar bu kishidan intervyu olib, Titanikni qanchalik quvvati haqida, ishonchli kemaligi haqida intervyu olganda, buni Xudo ham cho'kita olmaydi degan ekan. Va biletlar sotilayotganda Xudo cho'kita olmaydigan kema deb biletlar sotilgan ekan. Britaniyadan New York, Amerikaga ketyapti. Yarim masofani ko'p bosib qo'yganida ekan. 2340 ta odami bilan sababi hali tayin qilinmagan qanday cho'kkanligi. Agar Xudo ham cho'kita olmaydi deb maqtangan kemasi birinchi safarini o'zidayoq akam cho'kib ketdi. Haligacha Fir'avnni ibrat qilib qo'ygani kabi Alloh taolo dengiz qa'rida ibrat qilib turibdi uni. Kusto komandasini ham uni bejizga toptirmadi shu narsa.